2026 Chevrolet Matiz shaharda harakatlanish uchun mo'ljallangan ixcham va tejamkor avtomobil sifatida qayta ishlab chiqilgan model hisoblanadi. Ushbu mashina kichik o'lchamlarga qaramay, kundalik foydalanish uchun qulaylik va zamonaviy texnologiyalarni birlashtiradi. Yangi Matiz tashqi ko'rinishda soddalikni saqlagan holda, old panjara, LED kunduzgi chiroqlar va aerodinamik shakllar bilan yangilangan. Kuzov yengil, ammo mustahkam materiallardan tayyorlangan bo'lib, yoqilg'i sarfini kamaytirishga yordam beradi. Avtomobilning old qismi ixcham, burilish radiusi kichik bo'lgani uchun tor ko'chalarda va tirbandlikda oson boshqariladi. Ichki salon minimalistik uslubda bezatilgan, lekin haydovchi va yo'lovchilar uchun yetarli qulaylikni taqdim etadi. O'rindiqlar ergonomik shaklda bo'lib, uzoq masofalarda ham charchoqni kamaytiradi. Asboblar paneli raqamli displey bilan jihozlangan va asosiy ma'lumotlarni aniq ko'rsatadi. Multimedia tizimi sensorli ekran orqali boshqariladi, smartfonlarni ulash imkoniyati mavjud. Konditsioner tizimi tez va samarali ishlaydi, salon ichidagi haroratni barqaror ushlab turadi. 2026 Chevrolet Matiz dvigateli kichik hajmli bo'lsa-da, shahar sharoitida yetarli quvvatni ta'minlaydi. Yoqilg'i tejamkorligi asosiy ustunliklardan biri bo'lib, kundalik xarajatlarni kamaytiradi. Ushbu model ekologik talablarga moslashtirilgan, chiqindi gazlar miqdori kamaytirilgan. Xavfsizlik tizimlari orasida ABS, elektron barqarorlik nazorati va old xavfsizlik yostiqchalari mavjud. Yangi Matiz haydovchiga ishonch bag'ishlaydi va kundalik harakatni osonlashtiradi. Video davomida siz ushbu avtomobilning barcha jihatlarini batafsil bilib olasiz. Shuning uchun Auto Insight kanaliga obuna bo'lishni unutmang va yangi avtomobil yangiliklaridan doimo xabardor bo'ling. 2026 Chevrolet Matiz texnik ko'rsatkichlari bilan ham o'z sinfida e'tiborga loyiq. Dvigatel old gildirakdan tortuvchi tizim bilan ishlaydi va avtomatik hamda mexanik uzatmalar qutisi variantlari taklif etiladi. Shahar ichida silliq tezlanish va barqaror harakat Matizni yangi haydovchilar uchun ham qulay qiladi. Tormoz tizimi ishonchli bo'lib, qisqa masofada to'xtash imkonini beradi. Osma tizimi yo'l notekisliklarni yumshatib, yo'lovchilarga qulaylik yaratadi. Shovqin va tebranish darajasi kamaytirilgan, bu esa salon ichida tinch muhitni ta'minlaydi. Avtomobilning bagaj qismi kichik oilalar va kundalik xaridlar uchun yetarli hajmga ega. Orqa o'rindiqlar buklanishi orqali yuk joyini kengaytirish mumkin. Yangi Matiz texnologik imkoniyatlari bilan ham ajralib turadi. Bluetooth, USB va ovozli boshqaruv funksiyalari haydovchining e'tiborini yo'ldan chalgitmasdan aloqa qilish imkonini beradi. Raqamli xavfsizlik tizimlari avtomobil holatini doimiy nazorat qiladi. Yoritish tizimi energiya tejovchi bo'lib, tunda korishni yaxshilaydi. Shinalar yo'l bilan yaxshi tutashuvni ta'minlab, har xil ob-havo sharoitida barqarorlikni oshiradi. Yangi avlod Matiz servis xarajatlari past bo'lishi bilan ham mashhur. Ehtiyot qismlarining arzonligi va xizmat ko'rsatishning soddaligi uni byudjetga mos avtomobilga aylantiradi. Ushbu model talabalar, yosh oilalar va shahar hayotini afzal ko'radiganlar uchun juda mos keladi. Video orqali siz Matizning real hayotdagi ishlashini, qulayliklarini va tejamkorligini ko'rasiz. Agar siz avtomobil olamidagi eng so'nggi ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, Auto Insight kanaliga obuna bo'lish orqali bizni qo'llab-quvvatlang. 2026 Chevrolet Matiz dizayni va funksionalligi bilan zamonaviy talablarni qondiradi. Rang tanlovlari keng bo'lib, har bir xaridor o'z didiga mos variantni topa oladi. Ichki materiallar sifati yaxshilangan, plastik qismlar mustahkam va uzoq muddatga mo'ljallangan. Rul boshqaruvi yengil va aniq bo'lib, shahar harakatida qulaylik yaratadi. Yon kozgular elektr sozlamali bo'lib, ko'rish maydonini kengaytiradi. Oyna ko'tarish tizimi tez ishlaydi va haydovchiga qulaylik beradi. Yangi Matizda yoqilg'i sarfi past bo'lgani sababli uzoq muddatda iqtisodiy foyda keltiradi. Avtomobil kichik bo'lsa-da, xavfsizlik masalasida muhim jihatlar e'tibordan chetda qolmagan. Bolalar o'rindigi uchun maxsus mahkamlash tizimi mavjud. Signalizatsiya va markaziy qulflash tizimi xavfsizlikni oshiradi. Yangi avlod Matiz shahar hayotining tezkor ritmiga moslashgan. Parkovka qilish oson, tor joylarda ham muammosiz harakatlanadi. Ushbu avtomobil kundalik ishga qatnash, xarid qilish va qisqa safarlar uchun ideal tanlovdir. Narx va sifat uygunligi Matizni ko'plab bozorlarda mashhur qiladi. Video yakunida siz ushbu avtomobil sizga mos yoki mos emasligini aniq tushunib yetasiz.
Agar bunday batafsil va ishonchli avtomobil sharhlarini ko'proq ko'rishni istasangiz, Auto Instinct kanaliga obuna bo'ling, videoni yoqtiring va do'stlaringiz bilan ulashing. Chunki biz siz uchun eng foydali va dolzarb avtomobil ma'lumotlarini taqdim etishda davom etamiz.